kam pul to'laydigan, arzoniga ishqiboz klientlar har doim ko'p narsa talab qilishadi. O'zi berayotgan puli kam, lekin juda ko'p narsalarni talab qilishadi. Hech qachon довольный bo'lishmaydi, har doim недовольный bo'lishadi. O'sha xizmat ko'rsatayotgan biznes nimalarini ham menejer bo'ladimi, boshqami, ularni ham hurmatini bir tiyin qilib tashlashadi. Masalan, olaylik o'sha arzon sartaroshxona bo'lishi mumkin yoki arzon bir restoran, shu milliy taomlar bo'lsin. Shunaqalarni ko'rsangiz, shunaqa tipdagi o'sha xaridorlar bola chaqasi bilan borib olgan qiy-chuv, shum, gam hamma yo'qni otxonasini chiqarib tashlashadi. Narxi qimmatroq bo'lgan o'sha xizmat ko'rsatadigan o'sha biznes subyektlarida, masalan, o'sha qimmat sartaroshxona bo'lsin yoki qimmat o'sha restoranlar bo'lsin, u yerda bunaqa narsa yo'q-da, u yerda hurmat, hamma yoq tinch, suv qo'ygandek, hamma nima qilgan, boshqa hurmat bilan kelib o'sha ofitsiantlarga ham hurmat bilan qarashadi. Umuman boshqacha narsada unaqa ko'p narsa ham talab qilinmaydi-da u yerda. Eng asosiysi o'sha sartaroshxonalarda juda zo'r olmasa ham yaxshi yoqtirib ketishadi-da, boygindikidan farqli o'laroq nimagadir. Shunaqa arzon xizmat ko'rsatuvchi o'sha biznes nima deydi, subyektlari o'zi bizneslar o'zi bunga aybdorda, o'zligi o'sha praysini kam qilib qo'ygan, mani urovnim shunaqa degan bir qanaqadir mesej berib qo'ygan bo'ladi. Afsuski, shunaqa toifadagi, ya'ni arzonga ishqiboz klientlari mentaliteti shunaqaki, bu meni fikrimga psixologlar ham 100% qo'shiladi. Ularning mentaliteti shunaqaki, nima deydi, o'sha praysiga qarab, odamga qarab muomala qilishadi. Praysi arzonmi, demak uni mensitishmaydi. O'sha arzon prays qilib qo'ygan bizneslar bunga o'sha mensimasliklariga, ko'p narsa talab qilishiga, xullas mana shunaqa har xil nima deydi, dilxiraylar bo'lishiga o'zligi povodni yaratib berishgan bo'ladi. Praysi baland bizneslar bu nima degani, qanaqa mesej beradi? Bizni professionalmiz, bizning urovnimiz baland, narximiz ham shuning uchun baland. Tak что biz bilan ozgina sal orqa-oldingizga qarab muomala qiling degan o'sha praysda yozilmagan shunaqa bir nimalar borda, shunaqa mesajlarni beradi odamlarga. Shuning uchun ham odamlar o'sha boyagi hozir aytganimdek orqa-oldiga qarab chiroyli muomalasini qilishadi. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, lekin hamma ham unaqa emas, hamma ham praysiga qarab, odam yurish-turishiga yoki kiyimiga yoki boshqa narsalarga qarab emas. Prosta insonni inson bo'lgani uchun hurmatini joyiga qo'yib qo'yadigan insonlar ham bor deyishingiz mumkin. 100% qo'shilaman. Bor. Afsuski bunaqa insonlar juda ham kam. O'sha odamlarning o'sha ayniqsa o'sha mijozlarning potokini eng katta qismini o'sha nima deydi, hech qachon довольный bo'lmaydigan, o'sha kam pul to'lab ko'p narsa talab qiladigan bizneslarni, o'sha xizmat ko'rsatuvchi biznes vakillarini bir tiyinga olmaydigan, hurmat qilmaydigan, yovvoyi tabiat, farosatdan sal chetda bo'lib qolgan nimalar ham afsuski juda ham ko'p xaridorlar. Men masalan bitta sartaroshni bilaman, mayli ismini aytmayman, reklama bo'lib qolmasin. Endi pulim to'lasa balki yetarman xullas. Bir kunda o'sha bitta klient yo'q keladi, yo'q kelmaydi-da uni oldiga. Men bilishimcha, yana bilmadim. Juda ham kam ko'raman. Lekin o'zini ofisida, o'zini xonasida o'tiradi, o'sha nima deydi, studiya ochib olgan. Studiyada ham o'tda o'sha sartaroshlikka o'sha bolalarni o'qitadi, o'rgatadi. Ham o'sha yerda soch olib, o'sha xizmat ham ko'rsatiladi, o'sha barber shop deyiladi. Ana o'sha yerda xo'jayini bo'lgan, o'zi shu biznesni tashkil qilgan masalan. Bir kunda bitta klient kelib qolsa shunaqa pul oladiki, prays shunaqa balandki, masalan, oddiy mahalladagi eng arzon sartaroshxonalar bo'ladi. Mahalla sartaroshxonalarida ishlaydigan o'sha ertalab tong sahardan to kech shomgacha ishlab topa olmagan pulni bitta klientdan ishlab topib qo'yadi. Mana endi bu yerda o'sha biznes vakillari xizmat ko'rsatish bo'ladimi, boshqami? Mana shu gaplar bilan o'zingizlar xulosani chiqaringlar. Mana shu yerdan. Sizlar qaysi yo'nalishni tanlaysizlar?